Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, kanalimizga obunachilari. Isuzu Encore 90 bazasiga o'rnatilgan mana suv sepuvchi ham suv tashuvchi vazifasini bajaradigan polyamoychli 5000 litr. Mana bu taraflarda nasoslari ham bor. Tortadi, suv chiqaradi. Yashiklari mana bu taraflarda shlanglari. Mana bu orqa suvda yerda yuvib ketadi. Mana bu joylardan suv purkiydi. Pastga qaratib qo'yiladi, keyin bu avtomatik yoqasalarki, mana bu tarafdan shlang bu obodonlashtirishga juda qulay. Shlang sepib, suv sepib tursa bo'ladigandan-da. Bu taraf keyin slifi bor, suv slif. Bu tarafdan havo kompressorlik mashinaning o'zi. Keyin bu eng qiziq tarafi. Mana bu narsasi 30 metrgacha suv sepadi. Даже tepaga O'nni mana shu tepalab o'nni yuvsa bo'ladi. Bu bilan keyin yerga ham yoqib qo'ysa bo'ladi, old tarafiga. Bo'lmasa uni orqasini yoqib qo'ysa bo'ladi. Aynan. 5000 litr suv oladi. Где-то 15 minutda 12-15 shu atrofda suv yig'adi, polniy noldan. Ichlariga 5000 litr suv oladi. Obishni ham suv tashish vazifasini bajaradi, shunda ham suv sepish vazifasini bajaradi. Bu aynan shunda qiladi. Bunisi esa bu mijozimizga topshiryapmiz buni. Bunisi esa Encore 90 bu faqat suv tashiydi. Suv tashuvchi bu. Suv sepmaydi bu. Bu faqat suv tashuvchi vazifasini bajaradi, lekin bir xil funksiya. Suv tortadi, suv chiqaradi, slifi bor, hamma narsasi bor buni. Shu 5000 litr oladi bu. Mijozlarga topshiryapmiz. Encore 90 salyarkali bazasi, rasxoti 18 ta. 155 ot kuchlik. Bundan ikkita topshiryapmiz nasib bo'lsa. Mijozlarga shu hamma joyini tekshirib olib, keyin dokumentlarni qilib beramiz.